Dewayimizni Shexsiyitimizdin üstün qoyalighanda, andin utuq qazinalaymiz. Aptori, Asiye Uyghur. Men Abduvali Ayubning siz siyosiyon emas, olim emas, da'vogar degan maqolasini ko'rib, o'zim yo'liqqan bir ish yodimga kelib qoldi. Men ma'lum bir ustozimizning navbatda vatandagi Uyg'urlarning duch kelayotgan ichinishlik ahvollari va Xitoyning suiqasd planlari haqidagi suhbat filmini ko'rib o'tib, suhbatda o'ttirg'i qo'yilgan diniy oshqunlikning Uyg'urlarning hozirgidek ig'ir irqiy qirg'inchilikqa uchrab, hayot mamotlik girdoviga berib qolgan bu paytida texmi ko'p dunyo jamoatining hissdoshligini qo'lga keltirishda to'limi passiv rol o'ynayotganligi haqidagi munozirlarni anglaganimda, shu suhbat filmiga inkas shaklda diniy oshqunlik holatidagi obrazimizning dal Xitoyning arzu qilganidek Xitoyga foyda, Uyg'urga ziyon elib keladigan xavfli ish ekanligi haqida inkas yozib qo'ygan edim. Ammo bu inkasimga berilgan ig'izga olg'usiz haqoratlar bilan birga siz qaraganda yerim yalang'och yuradigan o'xshamamsiz degandek aql tarozisidan o'tkazilmagan inkasning kelishi meni to'limi afsuslantirdi. U kishining gapi bo'yicha bo'lganda diniy oshqunligimizni aniq ifodalab turadigan kiyimlarni kiymaganlar yerim yalang'ochlar, ya'ni din dushmanlari hisoblanadi. Amaliyotda boshqalarning nima kiyishi, nimaga agishishi o'z erkinligi bo'lib, buning hech kim bilan aloqasi yo'q edi. Ammo 21-asrdagi natsist lagerlariga qamalish qismatiga qolgan va millat bo'yicha insonlik haq-huquqlarimizning dafsanda qilinayotganligini da'vo qilish uchun atlangan biz Uyg'urlarga nisbatan aytganda, hech bir Uyg'ur bu da'vo kollektivining sirtida emas edi. Shuning uchunmi Xitoy hokimiyatining terrorlik batnomi bilan 2001-yildagi 11-sentabr voqeasidan tortib bugungacha bu tuhmat uchun issiq qon va jonlari bilan ichinishlik badallarni to'lab kelayotgan Uyg'urlar uchun keyingi qadamlarda yana Xitoyning o'yiniga tushib qolmaslik va davomli badal to'lamaslik, Xitoyning bizni qarilishi uchun fursat yaratib bermaslik uchun kiyim shaxsning bo'lgani bilan da'vo kollektivning deb chek qo'yishni millatning manfaati uchun deb tushunmasdan, men sening kiyishingga aralashmasam, sen meningkiga nemishga aralashsan deb ta'turlik qilishlarga xotimi berilishi kerak. Növbətdə düşmən Xitaylar Uyğurlarni radikallik qalpığı astıda bütün dünyanın közüdəla natsist lagerlarga qamab yo'qotyapti. Terrorluq, radikallik sazgur temaga aylangan dünya cho'ng jamoatida agar tuhmatxo'r Xitoylarning sharhiyligini bo'yicha dünya sahnasida paydo bo'ladiganmiz yoki har qanday ish faoliyatimizda oshqunlik, radikallikqa yotadigan ahvollar sodir bo'ladigan, u holda boshqalar oldida o'zimizni oqlash bakma mushkul bo'lib, biz uchirgan zulmlar hissdoshlik va yordamlardan mustasno qilishi mumkin. Kunimizda avtonomiyachi va mustaqilchi nomidagi talash tortishlarmi o'xshash xarakterdagi da'voga ziyonli ahvollar bo'lib, biz
qancha talash tartish qilgan siri Xitoyni shuncha xo'sh qilamiz. Da'voyimizni shuncha aqsitib qo'yishimiz oqibatda vatandagi xalqimizni qutuldirish o'rniga ularning davomli zulm chekishiga sababkor bo'lib qolishimiz mumkin. Men bu yerda avtonomiyachi va mustaqilchi haqida munozir qilishni xohlamayman. Ammo ta'kidlaydiganim mayli shundaq bir avtonomiyachi aramizdan chiqib qolgan holatdimi yoki mustaqilchi chiqsimi yoki boshqa bir narsa chiqsimi, bu yanala demokratik ahlarda normal bir ahvol. Biz Amerikada Demokratlar partiyasi va Cumhuriyetchilar partiyasining tarixdan buyon hokimiyat beshida almashib turayotganligini bilamiz. Turkiyadami har xil partiyalar bor. Turkiyada hatto kommunist partiyasimi bor. Agar bir kunlarda Turkiyada kommunist partiyasi taliyi o'ngdan kelib hokimiyat beshiga chiqib qolsa, Turkiyada qiyomat qiyin bo'lmasdan yanala xalq hokimiyatga bo'ysunib normal turmushni davom etaverdi. Bu davlatlarning xalqlari bir partiya hokimiyat beshidan tushib, boshqa bir partiya hokimiyat beshiga chiqqanida ikki guruhga bo'linib, bir-birini bo'g'ishib, davlatida ichki urush qo'zg'amasdan, balki hokimiyat beshidagi shu partiyaning xizmatlarini kuchlik nazorat qilgan asosda ularning rahbarligiga bo'ysunadi. O'xshamagan fikrlarga hurmat qilish faqat davlatning, xalqning manfaatiga uyg'un kelsila, o'zaro hamkorlasha oladigan bo'lishdak esil siyosiy an'ana Amerika qatorliq g'arb ellarda, hatto Turkiyadami umumlashgan bir hodisa. Undaqda biz nima uchun ulardak millatning manfaatini o'zimizning arzu istaklaridan üstün qo'yib, bir-birimizga mehr muhabbat berolmaymiz? Qarshi fikrdagilarni qabul qilmaydigan siz uchun cho'qim Uyg'urning da'vosini birli nishonda, birli tashkilot o'ttiga ilib, boshqalarni tunjuqtirib yo'qitib etishi kerakmi? Bilishimiz kerakki, dunyo taraqqiyotining asosi raqobat. Uyg'ur da'vosimi o'xshamagan iqimlar orasida raqobatlashadi. Ammo bizdagi raqobat raqibimizni yengish emas, balki yo'qotish bo'layotidi. O'xshash bir millatning kelgusi uchun ajr qilayotgan har qanday guruhlar orasidagi bir-birini butunlay yo'qotib etishni maqsad qilgan raqobatlar oqibatda millatning kelgusi uchun emas, balki shu tashkilot yoki guruhlarning manfaati uchun qilingan kurashga aylanib, oqibatda hech kimga utuq elib kelmayli qolmasdan, balki bir millatning kelgusini vayron qiladi. Chet eldagi Uyg'ur jamoatiga navbatda eng kerak bo'layotgani qandaqdir mustaqilchi, avtonomiyachi bo'lmasdan, balki birlik, inoqlik, o'zaro ishonch, o'zaro qo'llash, qarshi fikrdagilarga hurmat qilish, lagerdagilarni qutqizish uchun millat bo'yicha otlanish, ularni qutqizish uchun barliq shaxsiy adovat, shaxsiy orzularimiz, shaxsga tava bo'lgan barliq shaxsiyatchiligimizni tashlab, o'zimiz bilan o'xshash fikrdagilar bilan birlikda o'zaro ishongan asosda millatni qutqizishga foydasi bo'ladigan har qanday ishni sinab beqish va qilish. Fikr o'rtoqligimiz bo'lmaganlarga qalaymaqan batnam tuhmat qilib vaqtimizni isrof qilmay, o'zimiznimi, o'zgalarnimi o'z mayliga qo'yish. O'zimiz to'g'ri deb qaragan yo'limizda izchil kurashlarimizni
ün-tünsiz davam qilib, natijamiz bilan xalqni yetaklash. Agar hamma tashkilot va guruhlar, shaxslar shunday qila olsak, ishonamanki, Uyg'ur davosida yangicha bir manzar shakllanadi. Erkin dunyodagi har bir Uyg'ur vatandagi qarindoshlarni qutuldirish uchun o'zlari xohlagan sapga dadil qo'shilib harakat qiladi. O'xshamagan fikrdagi tashkilot va guruhlarmi sog'lom raqobat ostida Uyg'ur davosi uchun texmi to'g'ri va unumli bo'lgan usul, chora va yo'llar ustida izlanadi. Sağlam raqobat ostida sağlam aql va sağlam plan, ish o'mligi, kuch birligi asosida ro'yobga chiqadi. Ana shu chog'da insondak yashash uchun qilgan kurashlarimiz natija berib, lagerlarni taqash, da'voyimizni butun dunyoga anglatib, barliq dunyo jamoatining yesdoshligiga erishish, erkinlik, mustaqillik, hurlik va biz orzu qilgan hammaga erishish mumkinchiligi bo'ladi. 2019 yil 5 mart